Assalomu alaykum akalar, tuzyapsizlar? Akalar, mana bu narsa pechak, hamma biladi, ko'pchilik biladi. Shuni yovvoyi o't, begona o't deymiz-a. Nima uchun begona o't? Chunki bizga begona, bizga kerak emas. Mana bular esa oshqovoq. Bu begona emas biz uchun. Aslida bu yerga mana shu oshqovoqlar begona. Ko'rib turibsizlar. Chunki inson tomonidan qayerlardan bo'lsa keltirib ekilgan bu yerga. Mana bu esa necha ming yillardan beri shu yerda va hozirgi kunda ham shu yerda va kelasi yilda ham shu yerda bo'ladi. Lekin buning otini biz begona o't deymiz. O't boshqa yerdan kelgan. Haqiqatlar shu, biz ko'p narsani o'ylaymiz, lekin biz o'ylaganchalik bo'la olmaydi. Haqiqat boshqa bo'ladi. Kelasi yilga oshqovoqning o'rniga boshqa bug'doy ekilar yoki sabzi ekilar, kartoshka ekilar. Lekin mana bu narsa begona o't chiqadi. Akalar, yana falsafani mazmunini tushuntirib qo'yay sizlarga. Falsafani mazmuni bizga kerak bo'ladigan, biz uchun zarur bo'lgan, bizga foydasi tegadigan hamma narsa keraklidir, begona emas. Bizga kerak bo'lmaydigan, birorta foydasi tegmaydigan narsalar, insonlar bizga begonadir. Hayot shunaqa, hayotning ritmi shunaqa, hayot qonuni shunaqa, qochib qutula olmaymiz.